Dada, men o'ylab ko'rdim, katta bo'lsam. Katta bo'lsang futbolchi bo'lasan, bacham. Ronaldinho Peleda golni dank o'qasan, tirnovkani boshla. Dada, men o'zim Futbolchi bo'lasan, tamom deyapman, be. ha. Nima baloq tapilyapsan yana? Dada, aytdilar men futbolchi bo'lar ekanim. Bitta to'pni orqasida kuchukdek qo'lashing qoluvdi. Meni ota-bobolarimdek doktor bo'lasan. Doktor, yuragim, pochkam. Nima qilyapsan, yech qalatdi? Dada, onam aytdilar men doktor bo'lar ekanim. Sen voyenni bo'lasan, bu uyga men aytganim aytgan. Voyenni? Dadam harbiy bo'lasan dedilar-da. Hech qanaqa voyenni bo'lmaysan, amakingni oshpaz bo'lasan, tamom? Oshpaz? Jiyan, oshxonada nima qilyapsan? Ha, xola, onam aytdilar, amakimda zo'r povur bo'lar ekanim. Hech qanaqa oshpaz bo'lmaysan. Meni kasbim eng zo'ri, o'zim o'rgataman. Sut, qatiq, qaymoq. Xola, o'zi bundan normal pul topsa bo'ladimi? Zo'r pul qoladi. Uchastka moshinani hammasini shuni pulidan qilgan. Hamma to'g'ri aytayapmanmi hozir? Qani kefir-dechi? Kefir. Yo'q, kefir emas. Kefir deb ayt. Kefir. Sendan chiqadi, ahamiz. Ajiyan. Assalomu alaykum tog'a. Va alaykum. Men xolam bilan kefir sotyapman. Hech qanaqa qattiq paschi bo'lmaysan. Mana tog'a kasb seni haqiqiy kasbing. Mana jiyanim hozir polvon bola o'z mahoratini ko'rsatadi. Nima qilaman tog'a? Salto otasan, 1-2 so'm pul olamiz. Ana mahoratini ko'rsatadi. Salto ot. O'zi noto'g'ri sakradi-da. Bu voyenni bo'ladi bu. Oshpaz bo'ladi bu. Kefirchi bo'ladi. Yo, futbolchi bo'ladi bu. Doktor bo'ladi. Dorbosi ham yomon emas. To'xtanglar, meni ham eshitinglar. Uyda qanaqa masala hal bo'lsa, o'shanda men ham o'z fikrimni bildirishga haqqim bor. Kerak bo'lsa bu masalada vakolatli organlar bor. Qonundan kiritib qo'yibdi 15